15. bab. Bu Moab to'g'risidagi vahiydir. Moabdagi Ar shahri bir kechidila xaroblikka aylantirilib gumron qilinadi. Moabdagi Qir shahri bir kechidila xaroblikka aylantirilib gumron qilinadi. Moabdagi Dibon shahrining xalqi o'z butxonasiga boradi. Ular o'zlarining sajdagohlariga berib, noli faryod qilib yig'lashidi. Moablar Nebo va Medeba shaharlari uchun g'ozi ichishidi. Ular musibatda choch soqollarini tushirib etidi. Ular motamlik kiyim kiyib, ko'chalarda g'oza tutidi. O'ylarning o'g'izlarida va shahar maydonlarida hamma odam noli faryod qilib g'oza ichishidi. Ularning yuzlari ko'z yoshlari bilan yuyildi. Hashbon va Aloli shaharlarining xalqlari yordam tilab yig'lashidi. Ularning yig'izor ovozlari yiroqdagi Yahoz shahrigacha anglanib turdi. Shunga Moab lashkarlari qo'rqinchdan chiqon silib titrab ketdi. Men Moab uchun yig'layman. Uning musofirlari Zohar va Aglot Shilshiya shaharlariga qochdi. Ular egizlikdagi Luhit shahriga borgucha yig'lab mangdi. Xoronayim shahriga borgucha vayronchiligidan noli faryod qilib mangdi. Nimrim buloqlari suvsiz qoldi. O't cho'plamu qurib ketdi, yumron mayslamu solishdi. Hamma yer qaqasliqqa aylanadi. Ular o'zlari to'plagan ve saqlab qolgan boyliqlarini elib, Arabim jihsidan o'tib qochdi. Butkul Moab zeminida ularning noli faryodi anglanib turdi. Ularning noli zori Egloyim shahrigacha yetib bordi. Ularning dod faryodi Ba'ar Elim shahrigacha anglanadi. Dimon shahrining daryolari qon bilan qip-qizil bo'yilib ketdi. Shundoq Parvardigor Dimon shahrining fuqarolariga texmu ko'p azob elib keldi. Moab zeminida qip qolgan odamlar va kechib yurganlar shirlarning hujumiga uchraydi.